Korоче, barchaga salomlar. Sizlar bilan Felix va yangi videoga xush kelibsizlar. Do'stlar, yaxshimisizlar? Bugungi videoda biz yangi telefon olamiz. Ya'ni qanaqa telefon deyotganlar uchun hozir sizlarga ko'rsataman. Tak, bunga pulim yetadimi, yetmaydimi bilmayman. Hozircha kecha necha pul ortgandi. Tak, 25 ta zumratimiz bor. Yura qol, biza anaqa olib kelamiz. Tak, to'xta, eshikni yopib qo'y. Xohlasang chiq, yo'qsa uyda o'tirgani yaxshiroq. Uyni qo'rg'ilab o'tir. Men esa iPhone 17 olib kelaman. Pulimiz yetadi shekilli, bilmadim. Tak, tezroq do'stlar. Ana bu yoqqa yangigina do'kon ochildi. Chinursin, bu yoqda yo'l yo'q. Ya'ni ana bu yoqda do'stlar, bu yoqda oziq-ovqat do'koni bor va uni orqadagi xuddi shunday uyga esa do'stlar, qalay, mana bu yerga yangi masalliqlar keldi. Assalomu alaykum janob sotuvchi. Men asosan yo'q, shunchaki obunachilarimga narsalaringizni ko'rsatmoqchi edim. Shunday narsalar keldi. Mayli, ishni yopib qo'yamiz. Mana do'stlar, iPhone do'koni ishiga ochiq ekanmi? Ha, sen telefon oldingmi? Ha, zo'r ekan. Yo'q, bu yoqda 3 ta telefon olib ketdi shekilli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi. Xo'sh, klient, sizga qanday telefonlar kerak? Samsung bor, iPhone 17 lar bor. Qolgan hamma telefonlarni olib ketishdi. Menda Samsung bor, lekin iPhone 17 kerak. U necha pul? Bizada aynan $20 emas-u, jinursin, $43. Nima 43? Zumrad deng, ha. 43 zumrad. La'nati, mayli, pul yetmas ekan, lekin kreditga berasizmi? Yo'q, berolmayman-da, chunki bu tovarlar yangi. Ha, mayli, unda men ketdim. Jinursin do'stlar. Endi nima qilaman? Balki do'konchidan olib turarman. Qani so'raylikchi. Tak, janob do'konchi, ha, telefon oldingmi? Olaman. Prosta tak, kecha pul yetmayapti. 43 ta zumrad bo'lar ekan. Shuning uchun menga qarz turasizmi? 2 barobar qilib qaytaraman. Ha, mayli, olishing mumkin. Faqatgina instrumentlaringni ol, xo'pmi? Hozir kelaman. Tak. Vo, do'stlar, ruxsat berdi. Короче, mana yo'ldan sakrab o'tamiz. Tezroq narsalarni olib kelishim kerak. Va do'stlar, biz yangi iPhone 17 ni ishlatamiz. Tak, tezroq. Men bunga shoshilishim kerak. Uyga kiramiz. Rex, senga xohlagan ovqatingni olib beraman. Короче, kiramiz, olamiz, bo'ldi. Mayli, toporni olgan yaxshiroq. Chunki yo'qda yo'q, toporni nima qilaman olib? Axir anaqni ochishim kerak-ku. Tak. La'nati jinursin. Xo'sh, tak. Biz tezroq uyni ochishimiz kerak. Umid qilamanki, zumrati bor. Agar zumrati bo'lmasa, 3 ta almas bilan teng keladi. Bizning qishloqda shunaqa so'mlar. Almas juda ham ko'payib yotibdi. Umid qilamanki, tak, ishni yopman. Mana janob, olib keldim. Ochishing mumkin. Janob, buncha ko'p pulingiz. 45 ta. Tak, bittasini bu yoqqa qo'yamiz-da. Tezroq buni bo'lishimiz kerak, jinursin. Okey, mana qolganini solib qo'yaman. Va do'stlar, bizada 43 ta zumrad. O'zing gapirma, men video olyapman. Rahmat, kattakon. Keyin pulni qaytarasan. Okey, nice. Hey, let's go. Yangi iPhone 17 ni men olyapman. Janob, ha. Mana 43 ta zumrad. Mayli, kassaga tashlashing mumkin. Tak, kassaga tashladim.
Debdi. Mayli, tak, mana u so'm olib bo'lgandan keyin hozir ko'ryapman. Yaxshi, ko'p. Olib bo'lgandan keyin mana shu yerdan telefonni tanlaysan va iPhone'laringizdan xohlaganini olib ketishing mumkin. Olaver. Let's go. Rahmat. Desa ketdi. Mana endi iPhone 17 bu. Bitta do'konchiga rahmat deb qo'yay. Do'konchi rahmat, короче, eng katta zo'r ishni qilib berdingiz. Sizdan kattakon minnatdorman. Hali buni 2 barobar qaytaraman. Arzimaydi. Faqat qaytarish esingdan chiqmasin. Okey. Let's go do'stlar. iPhone 17 li bo'ldim. Hey. iPhone 17 do'stlar, o'ylayapsizlarmi? Buni olishga qancha vaqtim ketdi. Shuncha firmalarni tozaladim va do'stlar, oldinroq olishim kerak edi, ammo u pulim ham yetmasdi. Chunki 30 ta zumrad beriladi. Rex, qara, men nima olib keldim? Короче, janob merni oldiga boraylik-chi, nima deyarkan? Eski telefonni janob merga berib yuboraymi yo? Ana xullas, mana shuni eski telefonim bu, mayli. Keyin balki sotuvchiga bersak qarzim qolar. Tak, janob mer. Jenarsan. La'nati, bu qisqado'siz yashab olmayman. Nima bo'ldi? Jahlimni chiqaribdi janob mer. La'nati, hammang endi 5 oyga pullar berilmaydi. Nima, qanaqasiga berilmaydi? Janob mer, nima bo'ldi sizga? La'nati, pullarni o'g'irlashibdi. Qanday qilib deyapsanmi? Oxir siz ko'rib turasiz-ku. Bular hamma joy yoriq. Janob, kim o'g'irlagan bo'lishi mumkin? O'zim ham hayronman. Demak, hozir kelaman janob mer. Jinursin, endi nima o'lishim yo'qmi 5 oyga? Jinursin, nima qilaman men? Mana bu telefonni berib ko'raychi. Olar. Yo-mayo. Yo do'stlar, nimaga aynan men omadsizman? Janob sotuvchi, pulni olib keldingmi? Janob sotuvchi, sizga bir yomon xabarim bor. Nima? Xullas, janob mer, 5 oyga oyligimiz yo'q ekan. Nima? Axir kutib qo'ysan-ku. Lekin mana bu telefonni sizga berishim mumkin. Zo'r telefon, mayli. Qarzingni kechiraman, shu telefonni menga berishing mumkin. Yo'q, hayır, qarzing yo'q. Endi maza qilib yashayver. Arzimaydi. Mana do'stlar, qarzdan qutuldik-ku. Ammo 5 oygacha men qayerdan pul topaman? Axir qornimiz och qolib ketmaymiz-ku. Mayli. Bir nima bo'lar. O'g'rini topishimiz kerak. O'g'rini. Tak. Okey, telefonni solib qo'yaman va yana firmalar oqtaramiz. Qaralmagan bo'lsa, ularni men ishqilatib qo'yib ketaman. La'nat, qanday qilib do'stlar? Pul, shuncha pul, janob mer boy edi. Buncha pulni kim o'g'irlab ketishi mumkin o'zi? O'ylayapsizlarmi? Va do'stlar, bu yoqda milliondan ham ko'p pul bor edi. Nima? Bedrock? Chiroqsiz, bu bedrockni kim qo'yib ketdi? Eshik. Eshik. Chiroqsiz, bu yoqda kimdir o'ynadimi? Dima Verstak. La'nati, yo'q. Yo'q bo'lmasa qanaqadir uy bo'lgan shekilli. Chiroqsiz, uy cho'kib ketdimi? La'nati, bu yoqda bedrocklar yotdi. Nima bu yoqda yo'l? Jinursin, bu qanday joy? What bro? La'nati, qanday joy bo'lishi mumkin? Men buni janob merga aytishim kerak. Balki shu yoqdadir merni pullari. Stop. Qo'shni, uydamisan? Qo'shni. Menimcha uyda bas.
Mayli, video bo'lmasa demak shaharga ketgan. Jenursan, janob mer. Ha, klaviat taqlatmasdan. Xullas, bilasizmi, mana odam bedrock topib oldim. Esingni yeganmisan? Nima baliq sotyapsizmi endi pul topish uchun? Ha, baliq sotyapman. Jenursan. Xullas, bilasizmi? Burada bedrock topib oldim. Keyin esa toshlar va eshik, verstak. Aqlingni yig'ib ol. Qanaqa bedrock? Mayli, o'zingiz bilasiz. Menda videoni to'xtataman ishonmasangiz. Barchaga xayr, sizlar bilan Felix bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha bolalar va obuna bo'ling. 200 taga ozgina qoldi. Bye.